Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kimga mana oxir xizmatlari mohana qilish kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz. Bu Andijonda Paxtavodda qilgan mohonamiz. 110 13 ta molga joy qildi. Har bitta molga demaxotlarni qo'yib qo'ydik. 45 ming taqish ketdi. Oxirimiz uzunligi 30 metr ya da 32 metr bu tarafda. Moldan qilib beraveramiz. Go'ngoramiz bor. Bu mana molni cho'miltirsa, CD'lari chiqadigan latoga, kanalga chiqaraveradi, bu ham tashlanasi bor. Bu CD go'ri anaqa selosora 500 tonnaga moslashgan. Buni ham selos suvlari ham bu yoqqa chiqaveradi. Qirg'izistonda ham qilib beraveramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab qilaveramiz. Bundan tashqari u yemxonamiz bitib qoladi dedi. Balandligi 6 metr. Mana bu yemxonamiz. Xudo xolasa bugun ishlarni tugatamiz. Bemalol kamas kirib to'kib ketaveradi. Ana usta akalarimiz. Ha, oldim. O'zbekiston, Qirg'iziston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Aytaverasizlar. Suvash idislarmi? Boshqa xizmatlarni mollar maza qilib yotaveradi.